Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz shunchaki bir mavzuni emas, balki har bir nafaqaxo'rning, har bir oilaning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim masalani muhokama qilamiz. Hozir sizga aytadigan ma'lumotlar shunchaki ogohlantirish emas, balki darhol e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan, amalga oshirilishi shart bo'lgan o'zgarishlar haqida. Agar siz ushbu videoni to'liq ko'rmasangiz, nafaqangizni olishda jiddiy muammolarga duch kelishingiz yoki hatto uni ma'lum muddatga yo'qotishingiz ham mumkin. Bu ogohlik chaqirig'i. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va videoning har bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Kanalga hoziroq obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar qanchalik ko'p odamga yetsa shuncha yaxshi bo'ladi. Endi esa asosiy muammoga o'tamiz. Yaqin vaqtgacha nafaqa to'lovlari tartibi nisbatan sodda va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarini pochta orqali uylariga yetkazib berish xizmati orqali olishni afzal ko'rishardi. Bu ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, bankka borishga qiynaladigan yoki bank kartalaridan foydalanishga ko'nikmagan keksa avlod vakillari uchun juda qulay edi. Pensiya har oyning ma'lum sanalarda, masalan, har oyning 5-10 kunlari oralig'ida pochta xodimi tomonidan eshikka keltirilardi. Ba'zilar bank kassalaridan naqd pul olishardi. Yana bir qism odamlar esa o'z pensiya kartalariga tushgan pullarni bankomatlardan yechib olishardi. Tartib biroz erkinroq, shaxsiy ehtiyojlarga qarab tanlash imkoniyati kengroq edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat tomonidan yangi qaror va farmonlar qabul qilindi. Bu esa pensiya to'lovlari tizimiga jiddiy yangiliklar olib kirdi. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa to'lovlarining asosiy qismi endi faqat bank plastik kartalari orqali amalga oshirilishi shart qilib belgilandi. Pochta orqali naqd pul yetkazib berish amaliyoti bosqichma-bosqich bekor qilinmoqda va bu jarayon allaqachon boshlangan. Yangi qoidalar nafaqat qaysi usulda pul olinishiga, balki to'lov sanalariga, hatto ba'zi hollarda nafaqa hisoblash tartibiga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablari orasida davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi, moliyaviy shaffoflikni oshirish, nafaqa mablag'larining xavfsizligini ta'minlash va korrupsiya holatlarining oldini olish bor. Hukumat bu bilan nafaqa tizimini zamonaviy talablarga moslashtirishni, undan foydalanishni yanada qulay va samarali qilishni maqsad qilgan. Shunday ekan, endi har bir nafaqaxo'r o'z nafaqasini uzluksiz olish uchun bu yangi tartiblarga moslashishi shart va zarur. Birinchi asosiy qism. Siz bilishingiz kerak bo'lganlar, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Avvalo, har bir nafaqaxo'r xususan doimiy ravishda pochta orqali naqd pul olib yurganlar va shaxsan bankka kelib kassa orqali naqd pul yechib oluvchilar ushbu yangi tartib qoidalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari shart. Endi ularning nafaqalari bank kartasiga o'tkaziladi. Bu shuni anglatadiki, agar sizda hali bank kartasi bo'lmasa yoki mavjud kartangiz muddati tugagan bo'lsa, uni tezda ochishingiz yoki yangilashingiz kerak bo'ladi. Xavotirlanish kerak bo'lganlar kimlar? 1. Asterisk. Hali ham naqd pul oladigan nafaqaxo'rlar. Agar siz hozirgacha nafaqangizni pochta orqali uyga yetkazib berish xizmatidan foydalanayotgan bo'lsangiz yoki bank kassasidan naqd pul olib kelgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qiladi. Siz eng qisqa muddatda istalgan tijorat bankidan nafaqa kartasini rasmiylashtirishingiz va bu haqda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga xabar berishingiz shart. Agar siz shunday qilmasangiz, nafaqangizni olish kechiktirilishi yoki butunlay to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu o'z-o'zidan katta muammo, chunki ko'pchilik keksa fuqarolar har oy ushbu mablag'ga qarab yashaydi. 2. Muddati tugagan bank kartalariga ega bo'lganlar. Ayrim nafaqaxo'rlar ilgari kartaga o'tishgan bo'lishsa-da, ularning kartalari muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda karta yangilanishi kerak. Ba'zi banklar muddat tugagan kartalarni avtomatik ravishda yangilash tizimini yo'lga qo'ygan bo'lsa-da, bu barcha banklarga ham tegishli emas. Shuning uchun o'z bank kartangizning amal qilish muddatini tekshirishni unutmang. Agar muddati tugagan bo'lsa, bank bilan bog'lanib, uni yangilash tartibini bilib oling. 30. Shaxsiy ma'lumotlarni yangilamaganlar. Agar sizning familiyangiz, ismingiz, yashash manzilingiz yoki boshqa pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, ammo pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, ham muammolar yuzaga kelishi mumkin. Pensiya to'lovlari faqat dolzarb va to'g'ri ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi.
Ma'lumotlaringizda nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, tizim nafaqa to'lovini bloklashi mumkin. 4. Astrosh ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Ba'zi hollarda pensiya oladigan fuqarolar ishga kirganlarda ularning pensiyalarini hisoblash tartibi o'zgarishi mumkin. Agar siz ishga kirgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, sizga ortiqcha to'langan pullar keyinchalik undirib olinishi mumkin. Yangi qonunchilikka ko'ra bu borada ham nazorat kuchaytirilgan. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? 1. Astrosh doimiy ravishda dolzarb bank kartasi orqali nafaqa oladiganlar. Agar sizning bank kartangiz bor, u amal qilish muddatida va barcha shaxsiy ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasida to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz uchun katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Faqatgina to'lov sanalariga e'tibor berishingiz kifoya, chunki ular ba'zan o'zgarishi mumkin. 2. Doimiy ravishda pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'ladiganlar. Agar siz har qanday o'zgarishlar yoki savollar yuzasidan pensiya jamg'armasi bilan muntazam bog'lanib turadigan bo'lsangiz, yangiliklardan doimiy xabardor bo'lasiz va hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Keling, bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'taylik. Shunda vaziyat yanada aniqroq bo'ladi. Birinchi misol. Dilfuza opaning vaziyati. Dilfuza opa 70 yoshda qishloqda yashaydi. U umr bo'yi o'z nafaqasini pochta xodimi orqali uyiga olib kelishini kutgan. Har oyning 7 kunda pochtachi kelib, unga Akimjon 5000 so'm nafaqa berardi. Uning bank kartasi ham yo'q, bankka borishga ham qiynaladi. Chunki yoshi bir joyga borib qolgan va yura olmaydi. Yangi tartib joriy etilgandan so'ng Dilfuza opaning nafaqasi endi pochta orqali kelmasligi ma'lum bo'ldi. Agar Dilfuza opa dekabr oyining oxirigacha bank kartasini rasmiylashtirib, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, uning yanvar oyidagi nafaqasi to'xtatiladi. Bu uning uchun jiddiy muammo, chunki u shu pulga kun ko'radi, dori-darmon oladi. Agar u yanvar oyining o'rtalarida karta ochtirsa ham, fevralgacha nafaqa olishi qiyinlashadi. Chunki hujjatlarni rasmiylashtirishga ma'lum vaqt ketadi. Natijada u taqoz 7000 so'mlik nafaqasini 1 yoki 2 oyga kechiktirib oladi. Bu esa uning moliyaviy ahvolini og'irlashtiradi. Ikkinchi misol, Alisher akaning muammosi. Alisher aka 67 yoshda, shaharda yashaydi. U nafaqada bo'lsa-da, pensiyasiga qo'shimcha daromad olish maqsadida bir xususiy korxonada yarim stavka ishlaydi. Uning pensiyasi 1 million 100 so'm. Ilgari uning ishlayotganligi pensiya miqdoriga ta'sir qilmasdi. Chunki u haqda pensiya jamg'armasi to'liq ma'lumotga ega emas edi. Endi esa yangi tizim joriy etilishi bilan barcha davlat organlari va tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaytirildi. Alisher akaning ishlashi avtomatik ravishda aniqlanadi. Agar yangi qoidalar ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiya miqdorini kamaytirishni nazarda tutsa, masalan, uning ish haqi ma'lum bir summadan oshsa, pensiyaning yilgida ushlab qolinishi mumkin. Uning pensiyasi 2,20 ming so'mga kamayishi mumkin. Agar u bu haqda o'z vaqtida xabar bermasa, unga ortiqcha to'langan pullar keyinchalik uning pensiyasidan majburiy tartibda ushlab qolinishi mumkin. Bu nafaqat moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi, balki yuridik muammolarga ham sabab bo'lishi mumkin. Astrosh 3-misol. Nargiza opaning holati. Nargiza opa 25 yoshda. Guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning oylik nafaqasi 20-200 ming so'm. Uning nogironlik muddati yiliga bir marta tibbiy ko'rikdan o'tkazish orqali tasdiqlanadi. Ilgari tibbiy ko'rikka borish muddati o'tgan bo'lsa ham, ba'zi sabablarga ko'ra pensiya jamg'armasi unga 2 oy davomida pensiya to'lab turardi. Chunki ko'pchilik uzoq navbatlarda turib hujjatlarni rasmiylashtirishga ulgurmasdi. Endi esa yangi qoidalar joriy etilishi bilan nogironlik muddati tugagan bo'lsa va u uzaytirilmasa, pensiya to'lovi darhol o'sha oyning o'zida to'xtatiladi. Agar Nargiza opaning tibbiy ko'rigi 15 yanvarda bo'lishi kerak bo'lsa va u uni 20 martgacha o'tkaza olmasa, uning fevral va mart oylaridagi 20-200 ming so'mdan jami 2400 ming so'm nafaqasi to'xtatiladi. Uning pensiya to'lovi faqatgina nogironligi rasman uzaytirilgandan keyingina qayta tiklanadi va o'tkazib yuborilgan oylar uchun pul qayta hisoblab berilmaydi. Bu esa uni 2 oy davomida daromadsiz qoldiradi. Ikkinchi asosiy qism. Qoidadan istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va noaniq jihatlar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi pensiya to'lovlaridagi yangi tartib qoidalar ham o'zining istisnolari, ba'zi kutilmagan qiyinchiliklari va noaniq jihatlariga ega. Ularni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlaridan xalos qiladi. Qoidadan istisnolar. 1.
ayrim zaif qatlamlar uchun imtiyozlar. Barcha nafaqaxo'rlar ham bank kartasidan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Masalan, yoshi juda ulg'aygan, tangati maqimiz 5 yoshdan oshgan, yotoqda yotgan bemorlar, jiddiy sog'liq muammolari bo'lgan yoki juda uzoq, borish qiyin bo'lgan hududlarda yashovchi fuqarolar uchun ayrim hollarda eski tartib pochta orqali uyga yetkazib berish saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu istisnolar har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqiladi va mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi tomonidan tasdiqlanishi kerak. Buning uchun maxsus ariza yozish, tibbiy ma'lumotnomalar taqdim etish va ehtimol komissiya tekshiruvidan o'tish talab etilishi mumkin. Bu istisno avtomatik ravishda qo'llanilmaydi. Uni so'rab murojaat qilish kerakligini unutmang. Vaqtinchalik cheklovlar yoki kechiktirishlar. Vaqtinchalik cheklovlar yoki kechiktirishlar favqulodda vaziyatlar, masalan kasalxonaga yotqizish, tabiiy ofatlar yoki boshqa obyektiv sabablar tufayli nafaqa kartasini rasmiylashtirishga ulgurmagan fuqarolar uchun ma'lum muddatga kechiktirishlar berilishi mumkin. Bu holatda ham tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan kasallik varaqasi, falokat oqibatini tasdiqlovchi ma'lumotnoma pensiya jamg'armasiga taqdim etish zarur. 300. Harbiy pensiyalar va maxsus xizmatlar uchun pensiyalar. Harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari xodimlari va boshqa maxsus xizmatlar uchun pensiya to'lovlari tizimi fuqarolik pensiyalaridan biroz farq qilishi mumkin. Ularning to'lov tartibi ko'pincha o'zlarining idoraviy qoidalariga muvofiq belgilanadi. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz, o'z idorangizning pensiya ta'minoti bo'limi bilan bog'lanib, yangiliklar haqida ma'lumot olishingiz lozim. Kutilmagan qiyinchiliklar, pitfallar, firibgarlar tuzog'i, yangi tizimga o'tish davrida firibgarlarning faollashuvi kuzatilishi mumkin. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimi, bank vakili yoki ijtimoiy xizmat vakili qilib ko'rsatib, nafaqaxo'rlarning bank karta raqamlari, PIN kodlari yoki shaxsiy ma'lumotlarini so'rashlari mumkin. Hech qachon o'z kartangizning PIN kodini yoki SMS kodlarini vagonalarga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Har qanday shubhali holatda darhol banka yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 2. Aloqa ma'lumotlarining eskirishi. Agar siz pensiya jamg'armasida saqlanayotgan telefon raqamingizni yoki yashash manzilingizni yangilamagan bo'lsangiz, muhim xabarnomalar sizga yetib bormasligi mumkin. Natijada siz muhim muddatlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Har qanday o'zgarishni darhol pensiya jamg'armasiga xabar qilish muhim. 3. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Bank kartasini ochish, hujjatlarni rasmiylashtirish yoki ma'lumotlarni yangilash uchun belgilangan muddatlar jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Pensiya to'lovlari to'xtatilib, keyinchalik uni qayta tiklash uchun qo'shimcha vaqt va harakat talab qilinadi. 4. Bank kartasi bilan bog'liq muammolar. Ba'zan kartaning o'zi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Kartaning muddati tugashi, kartaning bloklanishi, masalan, noto'g'ri PIN kod bir necha bor terilganligi sababli kartaning yo'qolishi yoki buzilishi. Bunday holatlarda darhol bankka murojaat qilib, kartani qayta tiklash yoki yangilash zarur. Noaniq jihatlar va nuanslar. O'zgarishlarning samaradorlik sanasi. Yangi qoidalar qachondan boshlab to'liq kuchga kirishi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish muhim. Ba'zi qoidalar bosqichma-bosqich joriy etiladi. Ba'zilari esa birdaniga. Sizning viloyatingizda yoki shahringizda bu qoidalar aynan qachondan boshlab majburiy tus olishini bilib oling. Bu muddatlar hududiy jihatdan farq qilishi mumkin. 2. Kelajakdagi pensiya hisob-kitoblariga ta'sir. Agar siz ishlaydigan nafaqaxo'r bo'lsangiz, yangi qoidalar sizning kelajakdagi pensiya hisob-kitoblaringizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yangi qoidalar ish stajiga nisbatan talablarni o'zgartirishi yoki ish haqi va pensiya nisbatlarida yangi cheklovlar joriy etishi mumkin. Bu uzoq muddatli rejalashtirish uchun muhim. 3. To'lanmagan pensiyalarni meros qoldirish tartibi. Agar nafaqaxo'r vafot etsa va uning kartasida yoki pensiya jamg'armasida to'planib qolgan pensiya mablag'lari bo'lsa, ularni merosxo'rlar olish tartibida ham ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu holatda qonuniy merosxo'rlar ushbu mablag'larni olish uchun qanday hujjatlarni qayerga taqdim etish kerakligini bilib olishlari kerak. 4. Mahalla qo'mitalarining roli. Ko'pgina hollarda mahallalar pensiya jamg'armasi bilan hamkorlikda ish olib boradi. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ayniqsa keksa va yordamga muhtoj nafaqaxo'rlarga bank kartalarini ochishda, hujjatlarni yig'ishda yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishda ko'mak berishi mumkin. Mahallangizda bu borada qanday yordam ko'rsatilayotganini aniqlab oling.
Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi eng muhim qismga keldik. Bu o'zgarishlarga qanday moslashish va nafaqangizni uzluksiz olish uchun qanday amaliy qadamlarni amalga oshirish kerak? Siz beqadam hozirgi to'lov usulingiz va ma'lumotlaringizni tekshiring. Avvalo, sizning nafaqangiz hozir qaysi usulda to'lanayotganini aniqlang. Agar siz pochta orqali yoki kassa orqali naqd pul olayotgan bo'lsangiz, darhol keyingi qadamga o'tishingiz kerak. Achish, pensiya jamg'armasi saytini tekshirish, ko'pgina davlat xizmatlari endi onlayn tarzda ham mavjud. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytida yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali o'z shaxsiy kabinetingizga kirib ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu yerda siz pensiya to'g'risidagi ma'lumotlarni, to'lov tarixini va shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligini ko'rishingiz mumkin. Bankingiz bilan bog'lanish. Agar sizda allaqachon bank kartasi bo'lsa, uning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati yaqinlashayotgan bo'lsa yoki tugagan bo'lsa, bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki shaxsan tashrif buyuring. Bank xodimlari sizga kartani yangilash jarayoni haqida ma'lumot beradi. Telefon raqami va manzilni yangilash. Pensiya jamg'armasida ro'yxatdan o'tgan telefon raqamingiz va yashash manzilingiz to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar ular o'zgargan bo'lsa, keyingi qadamda bu ma'lumotlarni yangilash kerak. Asosiy qadam, agar siz naqd pul oladigan bo'lsangiz, darhol bank hisobini oching va karta oling. Bu eng muhim qadam. Siz istalgan tijorat bankiga murojaat qilib nafaqa kartasini ochishingiz mumkin. Qayerga borish kerak? Siz istalgan tijorat bankining eng yaqin filialiga borishingiz mumkin. Ko'pgina banklar nafaqaxo'rlar uchun maxsus tariflar va shartlarda kartalar taklif qiladi. Pensiya jamg'armasi bilan hamkorlik qiladigan banklarni afzal biling. Astirish qanday hujjatlar kerak? Odatda sizga faqat pasportingiz yoki ID kartangiz kerak bo'ladi. Ba'zi banklar qo'shimcha ma'lumotlar, masalan, yashash joyi haqida ma'lumotnoma so'rashi mumkin, lekinga ko'pincha pasport kifoya. Jarayon. Bank xodimi sizga arizani to'ldirishda yordam beradi, karta ochadi va uni faollashtiradi. Bank kartasining PIN kodini hech kimga aytmasligingizni va uni xavfsiz joyda saqlashingizni unutmang. 3 qadam. Pensiya jamg'armasida shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang. Bank kartasini olganingizdan so'ng yoki agar avvaldan mavjud bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangiz raqamini ro'yxatdan o'tkazdirishingiz shart. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan tashrif buyuring. Qanday hujjatlar kerak? Pasport yoki yangi bank kartangiz. Ba'zan bank rekvizitlari yozilgan ma'lumotnoma ham talab qilinishi mumkin, uni bankdan olishingiz mumkin. Nima yozish kerak? Siz ariza yozib, unda o'z nafaqangizni bank kartasiga o'tkazishni so'rashingiz kerak. Arizada bank kartangizning to'liq rekvizitlari, karta raqami, bank nomi, hisob raqami aniq ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga ariza yozishda yordam berishadi. Agar siz yashash manzilingiz yoki telefon raqamingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, shu yerda bularni ham yangilang. 4 qadam. Agar siz ishlayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz, ish joyingizni e'lon qiling. Agar siz nafaqada bo'lsangiz va qo'shimcha ravishda ishlayotgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Bu majburiy talab bo'lib, unga rioya qilmaslik moliyaviy sanksiyalarga olib kelishi mumkin. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, mehnat daftarchasi yoki mehnat shartnomasi nusxasi. Nima yozish kerak? Siz ariza yozib, unda ish joyingiz, lavozimingiz va ishga kirgan sanangizni ko'rsatishingiz lozim. Bu pensiya jamg'armasiga sizning nafaqa hisob kitobingizni yangi qonunchilikka muvofiq qayta ko'rib chiqish imkonini beradi. Beqadam barcha hujjatlarni saqlang. Pensiya jamg'armasiga topshirgan arizalaringizning nusxalarini, bankdan olgan ma'lumotnomalarni, bank kartasini ochganingiz haqidagi hujjatlarni doim saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklar yoki muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Har doim kvitansiyalar va cheklarni saqlashni unutmang. 6 qadam. Ma'lumotlarni faqat rasmiy manbalardan oling. Har xil mish-mishlarga, ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmang. Ma'lumotlarni faqat pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytidan, ishonch telefonidan, odatda 1102 raqamida yoki mahalliy pensiya jamg'armasi telefonlaridan, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlaridan yoki banklarning rasmiy vakillaridan oling.
Yettinchi qadam maxsus holatlar uchun vakil tayinlash. Agar siz jiddiy kasalligingiz tufayli yoki yoshi ulug'ligi sababli pensiya jamg'armasiga shaxsan bora olmasangiz, yaqin qarindoshingizdan farzandingiz, nabrangiz, turmush o'rtog'ingizdan ishonchnoma asosida sizning nomingizdan ish yuritishni so'rashingiz mumkin. Jarayon, siz notariusda ishonchnoma rasmiylashtirishingiz kerak. Bu hujjatda vakilingizga pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ishlarni, bank kartasini ochish, hujjatlarni rasmiylashtirish, nafaqa olish, amalga oshirish huquqi beriladi. Ushbu ishonchnoma bilan vakilingiz barcha zarur choralarni ko'rishi mumkin. Aziz do'stlar, bugun men sizlarga pensiya to'lovlari tartibidagi muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun men aytgan barcha qadamlarni zudlik bilan amalga oshirish juda muhimdir. Kechikish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Vaziyatni beparvo qoldirmang, imkon qadar tezroq harakat qiling. O'zingiz va oilangizni kelajakdagi muammolardan himoya qiling. Agar sizda savollar qolgan bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman yoki keyingi videolarda shu masalalarga to'xtalaman. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosishni unutmang va do'stlaringiz hamda yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.